Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ushbu videomiz faqat ayollar uchun va qizlar uchun. Iltimos, agar videoni o'g'il bolalar yoki erkak kishilar ko'rayotgan bo'lsa, iltimos o'tkazib yuboringlar, chunki bu video aynan ayollarga tegishli. Bu videomizda biz faqat ayollarga tegishli bo'lgan masalalarda gaplashamiz. Shuning uchun iltimos, bu videoni erkak kishi ko'rayotgan bo'lsa, o'tkazib yuboring. Bu video sizga tegishli emas. Biz esa videomizni boshlaymiz. Ayollarga xos masalalar. Alloh taolo odam farzandlarining qizlarining bachadonidan qon oqizmoqni xohladi va bu qonni hayz deb atadi. Shu hayzning ziddi poklikdir. Savol: Islom shariatida hayz va poklikka oid qanday hukmlar bor? Javob: Bismillah. Ha, albatta. Hayz va poklik uchun fiqh kitoblarida hukmlar bordir. Keyingi savol: Ayol hayz ko'rsa, unga qaysi hukmlar lozim bo'ladi? Shariatda hayz ko'rgan ayolga nisbatan 5 ta hukm bayon etilgan. Demak, bular: hayz ko'rgan ayolga namoz o'qish va ro'za tutish mumkin bo'lmaydi, xoh farz bo'lsin, xoh nafl bo'lsin. Ya'ni ayol kishi hayz ko'rayotgan paytida unga namoz o'qish va ro'za tutish mumkin emas, chunki hayz bu harom hisoblanadi, ya'ni nopoklik payti. Ikkinchisi, masjidlarga kirish va Baytullohni tavof qilish mumkin emas. Ya'ni ayol kishi hayz paytida masjidlarga kirishi mumkin emas, chunki nopoklik. Baytullohni tavof qilish ham mumkin emas. Qur'onni qiroat qilib yoddan o'qishi mumkin emas. Qur'onni bevosita ushlashi mumkin emas. G'ilof bilan ushlashi mumkin hisoblanadi. Er-xotinlik aloqasini qilish ham mumkin emas hisoblanadi. Ya'ni ayol kishi hayz ko'rayotgan paytida eri bilan yaqinlik qilishi mumkin emas. Chunki bu birinchi tarafdan diniy masala, din tarafdan ham mumkin emas, ham sog'liq tarafga ham zarar bo'lishi mumkin, turli xil zararlar. Keyingi savol: hayz vaqti tugab, ayol pokiza bo'lsa, qoldirilgan namoz va ro'zasi qazo hisoblanadimi? Javob: Bismillah. Namozi qazo sanalmaydi. Chunki namoz hayzli ayoldan soqit bo'lgan. Ammo Ramazon oyining ro'zasini tutib beradi. Bu qazo hisoblanadi. Keyingi savol: hayzning oz yoki ko'p muddati qancha va bu rostmi? Javob: hayzning eng oz muddati 3 kecha-yu kunduz, eng ko'p muddati esa 10 kecha-yu kunduzdir. Keyingi savol: hayzdagi ayol ko'radigan qon qanday rangda bo'ladi? Javob: hayz vaqtida ayollarda qizil, sariq yoki kir rangdagi qon kelsa, bular hammasi hayz belgilaridir. Keyingi savol: hayz muddati o'rtasidagi pok kunlar hukmi nima? Javob: Bismillah. Hayz muddati o'rtasida ba'zi kunlarda qon kelmasa ham, bu kunlarda ham baribir hayz hisoblanadi. Ya'ni hayz kelayotgan paytida orada bir kun qon kelmasa, u baribir hayz hisoblanadi, pok kun hisoblanmaydi. To o'sha hayz kuni hammasi tugamaguncha. Keyingi savol: ayollar poklik kunlarining muddati bormi? Javob: ha. Ayollar poklik muddatining eng ozi 15 kecha-yu kunduz hisoblanadi. Poklikning ko'piga chegara yo'q. Keyingi savol: nifos nima? Bismillah. Nifos bu bola tug'ilgandan keyin keladigan qonga nifos deyiladi. Ya'ni bola tug'ilgandan so'ng bachadondan keladigan qonga nifos deyiladi. Nifosning muddati bormi? Nifosning eng ko'p muddati 40 kundir. Oziga chegara yo'q, chunki ikki namoz vaqtining orasida pok bo'lishi mumkin. Nifosning hukmlari qanday? Hayzga nisbatan qanday hukmlar bo'lsa, nifosga ham shunday hukmlardir. Ya'ni hayz paytida namoz o'qish mumkin emas, ro'za tutish mumkin emas, Baytullohni tavof qilish ham mumkin emas, er-xotinlik aloqasini qilish ham mumkin emas va hokazolardir. Hurmatli ayollar va opa-singillar, agar sizlarda ham shunga o'xshash savollar bo'lsa, savollaringizni kommentariyada yozinglar, biz javob berishga harakat qilamiz. Video qiziq
bo'lgan bo'lsa, like bosing. Keyingi safar, keyingi qismda shunga o'xshash savollarga javob beramiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosing va bizga obuna bo'lishni unutmang.